Shular haqida o'ylar ekan, Alloh unga ato qilgan ne'matlarga chin dildan shukr qiladi. U holda bu ne'matlarga shukr qilishning yagona yo'li va'z nasihat qilishdir deydi-yu, talabalarga tinmay va'zlar beraveradi. U hech bir kuniga aslo afsus chekmadi. Uning o'rnida boshqa odam bo'lsa, ortida qoldirgan shuncha boyliklarni o'ylab yuragi yongan bo'lar, ulardan osonlikcha voz kecha olmasdi. U esa dunyo matohlarini tark etgani uchun Allohga shukr qildi. Ilohiy, sen xalos qilding mudarrislik qazosidan. Vasli umiding ila qutqar borlik azobidan. Darhaqiqat Xudoyi g'alati odam edi. Insonlar jon jahdi bilan intilayotgan, ne'mat deb bilgan maqomni azob demoqda. U Allohning roziligidan boshqa hech narsani istamaydigan bo'ldi. Dunyo uning ko'zida bir qum zarrasichalik ham qiymatli emas edi. Dunyoni Alloh yaratgani uchun sevar, shundan boshqa sababi yo'q edi. Xonaqohida bir kishini bo'lsa ham hidoyat yo'liga boshlab, ko'ngliga kirib, unga Allohni sevdirib, jahannamdan uzoqlashtira olsa, undan baxtli odam yo'q edi. Dunyoda bundan boshqa vazifa, maqom istamas edi. Sulton Murod vafot etgach, saltanat taxtiga uning o'rniga o'g'li Mahmud o'tirdi. U ham Xudoyini hurmat qilar, undan ilm o'rganar edi. Sulton Mahmud podshoh bo'lsa ham halim, vaqorli, og'ir bosiq inson edi. Imon e'tiqodi kuchli, namozlarni doim masjidda jamoat bilan o'qir, imkon topganda Xudoyning va'zlarini tinglar, qalbini yumshatar, duosini olar edi. Dunyo hech kimniki emas. Hech kim dunyoni orqalab go'riga olib ketmaydi. Bu dunyoda hamma mehmon, hech kim abadiy qolmaydi. Shoh ham, gado ham bu dunyodan o'tadi. Mana Sulton Murod ham dunyodan o'tdi, ammo o'zi bilan maqomini, saltanatini orqalab ketmadi. O'tganlarning qo'lida faqatgina iymoni qoladi xolos. Hozir esa Sulton Ahmadning podshohlik davri. Juda yosh paytida taxtga o'tirgan bu podshoh ham otasidek ixlosli musulmon edi. Hali yosh edi, tajriba orttirishi, ulg'ayishi kerak edi, ammo Ahmad podshohlikdan ko'ra bandalikni ko'proq istar, shunga g'ayrat qilar edi. Bir kuni Xudoyi xonaqohdagi darslarni tugatib uyga keldi. Eshik oldida uni ayoli kutib oldi, ammo yuzi tund, qovog'i solingan, har doimgi tabassumdan asar yo'q. Xudoyi bu holatni sezmagandek bo'lib, salomga alik olgach, borib to'shakka o'tirdi. Ayoli ham ro'parasiga kelib o'tirdi. Bir necha daqiqa ikkisi ham lom-lim demadi. Nihoyat ayoli yorildi. Xo'jayin, mol-mulkni, qozilikni, mudarrislikni tark qildingiz. Endi holimizga bir qarang. Yeyishga hech narsamiz yo'q. Hammasini o'zingiz uchun tark qildingiz deylik, lekin ahli ayolingizni, bola-chaqangizni o'ylamaysizmi? Xudoyi hech narsa demadi. U xuddi bu gaplarni eshitmayotgandek edi. U o'rnidan turib xontaxta oldiga kelib, nimadir yozish uchun qog'oz qalam oldi. Xuddi ko'ngliga ilhom tushgandek edi. U qog'ozga nimalarnidir yozdi. Ayoli esa hamon gapirar, ichidagi dardini to'kib solar edi. Dadasi, mayli oxirat uchun yashaylik, lekin dunyoda hech narsamiz bo'lmasinmi? Dunyoga oid maqsadimiz, nasibamiz bo'lmasinmi? Sizdek mol dunyosini, mansabini tark qilgan odam bormikan o'zi? Bu ketishda ahvolimiz nima bo'ladi? Xudoyi yana hech narsa demadi, indamay o'tiraverdi. Shu payt eshik taqillab qoldi. U salaval qoralagan qog'ozini ham olib, eshikni ochish uchun ketdi. Eshikni taqillatgan Sulton Ahmadning xabarchisi ekan. Sulton Ahmad bir tush ko'ribdi. Shuni kimga aytsa ham uning ko'nglidagidek ta'bir qila olmabdi. Natijada shu tushini bir qog'ozga bayon qilib Xudoyiga yuboribdi. Kelgan xabarchi Sulton Ahmadning tushi yozilgan xabarni olib kelgan ekan. Xudoyi eshikni ochar-ochmas xabarchi nima uchun kelganini aytmoqchi bo'ldi. Hazratim, bugun bomdoddan keyin sultonimiz, xabarchi hali so'zini tugatmasidan Xudoyi qo'lidagi hozirgina nimadir yozilgan qog'ozni xabarchining qo'liga tutqazdi. Bu maktubni sultonimizga yetkazib mendan salom ayting. Xabarchi hayron bo'lib qoldi, lekin indamay maktubni olib otini yeldek uchirib qaytib ketdi.
Xudoyi xabarchiga maktubni bergach, xonasiga kirib o'tirdi. Ayoli hamon o'sha gapini takrorlab, dunyo, dunyo der edi. Xudoyi yana javob bermadi. Taxminan 1 soatlardan keyin darvoza yana taqilladi. Xudoyi borib eshikni ochdi. Bu yana o'sha xabarchi edi. Bu safar uning qo'lida bir hamyoncha bor edi. Hazratim, buni sizga sultonimiz yubordilar. Menga emasdir, bolam. Xudoyi shunday deb hamyonni olib uyiga kirdi. Xotinining qovog'i hali ham bir qarich osilgan, o'ziga o'zi gapirib o'tirar edi. Xudoyi hamyonni xotinining hovuchiga to'kdi. Ayoli hali bu nima, buncha oltin qayerdan keldi deyishga ulgurmasidan, mana ol xotin, sen istagan dunyo moli keldi. U menga emas, senga kelibdi. Mening esa dunyo moli bilan ishim yo'q, dedi. Istanbul, 1609-yil. Mahmud Xudoyi. Ey Mahmud, yig'lama. Men Xudoyini hech tushunmadim. Men nafsman, har doim u bilanman, uning ichidaman. Yashirgan sirini, aybini, gunohini, xullas hamma narsasini bilaman. Ammo birorta uyaladigan ish qilganini ko'rmadim. Aksincha, kundan kunga u yuksalaverdi. Men esa zaiflashib boraverdim. Men unga emas, u menga azob berdi. Dushman bo'lib dushmanlikni unutib qo'ydim. Aniqrog'i dushmanlik qilishga holim qolmadi. Nafs bo'lsam ham Xudoyining quliga aylandim. Tizginlarim endi uning qo'lida edi. O'zim esa zaif, kuchsiz bo'lib qolganman. U hamon kurashdan to'xtamagan, yomonligimni yuzimga solishdan charchamagan, jonimni og'ritishdan qaytmagan edi. Meni hidoyatga chorlashdan zerikmay, nasihatlarini ayamayapti. Ey nafsim, seni ham Alloh yaratgan, shuning uchun seni ham sevaman. Alloh uchun seni sevaman. Ammo aytganingni qilib tuzog'ingga tushmayman. Yaratganning buyrug'idan og'mayman. Seni Alloh uchun sevganimdek, yana Alloh uchun sendan nafratlanaman. Men bechora gapira olmaydigan bo'lib qolganman. Ilgari gapirsam ham meni tinglamasdi. Hozir esa og'zimni ochishga ham madorim yo'q. Nomiga tirikman xolos, aslida o'lib bo'lganman. Xudoyi nima amal qilsa mening ovozimni o'chirish uchun qildi. Chalajonligimni bilib tursa ham bir kun o'zimga kelishimni sezgani uchun tinmay kurashdi. Shuning uchun ham endi men bilan bemalol gaplashyapti. Yarim kechasi edi. U o'zini har doimgidan ham yolg'iz his qildi. Ko'nglini mahzunlik egalladi. U dunyodan charchagan edi. O'tmishini bosib o'tgan umrini o'yladi. Gunohlari bilan Allohning huzuriga qanday borishi haqida tafakkur qilib, o'zidan uyaldi, yig'ladi. Ey nafsim, Robbim seni haqingda so'rasa bilginki, men sendan roziman. U shunday deb ho'ngrab yig'lab yubordi. Oppoq soqollari jiqqa ho'l bo'ldi. Aslida yig'lashini istamas edim, chunki men allaqachon unga aylanib bo'lganman. Xudoyining jonini og'ritgan narsa meni ham azoblaydigan bo'lib qolgan. Xudoyi esa onasini yo'qotib qo'ygan yosh boladek yig'layverdi. U kuchsiz, ojiz bo'lib qolgandek ko'rindi. Anchadan beri unga yaqinlashishga fursat topa olmayotgan edim. Topilgandek bo'ldi. Qulog'iga pichirlash uchun qulay vaziyat edi. Titrab, qaqshab yig'layotgan Xudoyining qulog'iga shivirladim. Ey Mahmud, yig'lama. Xudoyi ertasi kuni hali hech kim uyg'onmasidan Uskudarning eng tepa qismida bayroqdek hilpirab turgan xonaqohining hovlisiga chiqdi. Mavjlanib turgan dengiz to'lqinlarini kuzatdi. Olam deb atalmish ilohiy kitobni o'qishga urindi. Yengil bahor shabbodasi soqollarini tebratdi, yanoqlarini siladi. Choponining etaklari Istanbul shamolida hilpiradi. Ko'zlarini yumib tafakkur qildi. Olam, inson, iymon haqida o'yladi. Biroz vaqt o'tgach ot tuyog'ining ovozlari eshitildi. Xudoyi ko'zlarini ochmay tafakkurda davom etdi. Ovoz tobora yaqinlashaverdi. Xuddi tong vaqti sukunat libosiga burkangan Istanbulda faqatgina shu tuyoq ovozi bordek aks sado berayotgandek edi. Nihoyat otning oyoq tovushi to'xtab, xonaqohning yog'och eshigi g'ichirlab ochildi. Xudoyi ortiga o'girilib qaradi, ammo ko'zlari hamon yumuq edi. Oyoq tovushlari borgani sari yaqinlashib shayx tomonga kelaverdi.
ko'zlari hamon yumuq. Kelgan mehmon Xudoyining yoniga yaqinlashgandagina "Xush keldingiz sultonim" dedi-yu, so'ng ko'zlarini ochdi. Kelgan rostdan ham Sulton Ahmad edi. Xudoyi ko'zi yumuq holda buni ko'ngil ko'zi bilan sezibdi. "Xush ko'rdik, hazratim", dedi Sulton Ahmad. "Yuragim siqilib ketdi. Ko'nglimni yozay, sizdan nasihat olay deb keldim." Xudoyi tabassum qildi. Sulton Ahmadning maslahat uchun kelganiga, qalbida Alloh qo'rquvi va sevgisi borligiga sevindi. Ammo bu yigit navqiron yoshida davlat va xalqning yukini orqalab olganini o'ylab biroz tashvishlandi. "Sultonim, eshityapsizmi?" dedi Xudoyi. Sulton Ahmad savolni tushunmay hayron bo'lib qoldi. Keyin esa ikkovlari ham dengizga qaradilar. "To'lqinlarga quloq soling, ular ham Allohni zikr qilmoqdalar. Qushlar, shamollar uni zikr qilmoqda. Tili bor narsalar ham, tili yo'q narsalar ham uning nomini zikr qiladi." "Afandim", dedi Sulton Ahmad. O'zi jahon saltanatining sultoni bo'lsa ham Xudoyiga hazratim, afandim deb xitob qilardi. "Afandim, men hammasini eshitmoqchiman. Koinot kitobining tilini bilmoqchiman", dedi u. "Bilish boshqa-yu, bildirish boshqa. Olim bo'lish boshqa-yu, orif bo'lish boshqa. Ilm boshqa, irfon boshqa", dedi Xudoyi, xuddi o'zi bilan gaplashayotgandek. "Ijozat bersangiz, talabangiz bo'lsam, kerak bo'lsa hamma narsamdan voz kechib, Allohga haqiqiy qul bo'layin. Dunyo molini oyoqlarim ostiga ezayin." Xudoyi seskanib ketdi. Ichidagi nafsining ovozi ham o'chdi. U Ahmad xonning ko'zlariga tik qaradi. Sultonning ko'zlarida samimiylik porlab turardi. Ha, sultonning niyati jiddiy. Unga qaraganida o'z holini, yoshligini ko'rdi. "Sultonim, balki mening yo'lim eng qulayidir. Men hamma narsani tark qildim. Borlik, to'qlik olamidan yo'qlik olamiga keldim. Allohni shu yerda topdim. Eng qiyin ish borlik, farovonlik olamida turib kurashishdir. Shunday ekan sizning maqomingiz menikidan ustundir. To'qlik, farovonlik olamida turib ham Alloh bilan qola olsangiz, bilingki men sizning soyangizchalik ham bo'la olmayman. Men qozilikni tark qilib nafsimni tarbiyaladim. Siz esa jahon saltanatining sultonisiz. Bu maqomni tark qilish uchun bir necha umr yetmaydi axir. Bu mashaqqatli ish insondan kuchli matonat talab qiladi. Sultonlikni sizga Alloh taqdir qildi. Shunday ekan, Allohning hukmiga tobe bo'ling. Ana shunda mening kichkina xonaqohim emas, butun dunyo xonaqohingizga aylanadi. Bu yer sizning maqomingiz emas, sizning xonaqohingiz butun jahondir." Yosh Sulton Ahmadning ko'zlarida ma'yuslik ko'rindi. Biroz titradi, yana yolvormoqchi bo'ldi-yu to'xtadi. Modomiki ko'ngillar sultoni Mahmud Xudoyi mana shunday o'git berdilarmi, itoat qilish kerak deb o'yladi. "Hazratim, u holda sizdan bir nasihat olay", dedi u. "Allohni ko'p zikr qiling. Qachon yuragingiz siqilsa, qalbingiz qoraysa, uni zikr qiling. Zikr eslash deganidir, sultonim. Eslashning teskarisi esa unutmoqdir. Allohni zikr qilishni tark qilish, uni unutmoq deganidir.